25-vaza. Buyuk Alloh shunday degan: Ey odam bolasi, Alloh o'z belgilaridan e'lon qiladi. Haqiqatda mendan boshqa iloh yo'q va ferishtalar ham bu haqiqatga guvohlik beradi. Ilm egalarining, payg'ambarlar va boshqa iymon keltirganlar qalblari ham shuni tasdiqlaydi. Ulug' Alloh eng adolatli tarzda hukm qiladi va yana bir bor ta'kidlaydilarki, mendan boshqa iloh yo'q. U qudratli va haqiqatan hakimdir. Haqiqatda Alloh rozi bo'lgan din islom, payg'ambarlarga yuborilgan shariat va yagona do'stlikka asoslangan. Islomdan va uning shariatidan boshqa dinni tanlagan kishi Alloh tomonidan qabul qilinmaydi va oxiratda u zarar ko'rganlar qatorida bo'ladi. Chunki u abadiy do'zaxda bo'ladi. Kim yaxshilik qiladi, Alloh uni jahannamdan xalos etib, jannat bilan quvontiradi. Kim Allohni chinakam bilib, unga bo'ysunsa, u saqlangan. Kim shaytonni bilib, unga bo'ysunmasa, u osoyishta. Kim haqiqatni bilib, unga amal qilsa, u xavfsiz. Kim yolg'onni bilib, undan saqlansa, u g'olib. Kim shayton va dunyoni bilib, keyin ulardan voz kechsa, u baxtli. Kim oxiratni bilsa va undan umid qilsa, u haq yo'lda. Haqiqatda Alloh istagan kishini haq yo'lga hidoyat qiladi va sizning barcha qaytishingiz ungadir. Ey odam bolasi, agar ulug' Alloh sening rizqingga kafolat bergan bo'lsa, nima uchun shunday tashvishdamsan? Agar Alloh qoplasa, nima uchun bunday siqilish va kamtag'allik? Agar iblis ulug' Alloh dushmani bo'lsa, nima uchun bee'tiborlik va parhezkorsizlik? Agar do'zax olovi jazo bo'lsa, nima uchun shunday tinchlik? Agar Allohning savobi jannat bo'lsa, nima uchun unga bo'ysunmaslik? Agar hamma narsa mening taqdirimga muvofiq yuz bersa, nima uchun bunday tashvish? Biz buni sizning uchun ochdik. To siz qilmagan ishlaringiz uchun g'amlanmaysiz va men sizga bergan ne'matlar uchun balandgarchilik qilmasligingiz uchun. Chunki Alloh g'ururli va manmanlik qiluvchilarni sevmaydi.